Dadam dehqonchilik bilan shug'ullangan. Bir kuni u yerdan chiroq topib oladi. Uni ish qilagan ekan, ichidan jin chiqibdi. Xo'jayin. Va u dadamdan 3 tilak aytsa, bajarib berishini aytibdi. Jin boylik so'ragan dadamni badavlat kishiga aylantiribdi. Ammo otam sira to'ymay, qayta talab qilaveribdi. Yillar o'tgach, dadam og'ir kasal bo'lib yotib qolgan. O'shanda men yosh bola edim. O'lim to'shagida yotgan otam jindan sog'lik so'ramabdi. U o'tgan hayotidan mamnun ekani, 3-tilak sifatida o'g'li, ya'ni men 70 yoshga to'lgunimga qadar yordam berishi kerakligini aytadi. O'shandan beri chiroqni quli yonimda yuradi. U barcha orzularimni amalga oshirib keldi. Ertaga roppa-rosa 70 ga to'laman. Mabodo jin meni tashlab ketsa, hammasi tugaydi. Shu sabab umid bilan boshqa chiroq izlayapman.